Ee, Assalomu alaykum saboqdoshlar. Bizning bugungi 15-darsda asosliq sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun nima deganda, bugungi 15-darsdagi asosliq o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun kishilik almashlarningki mustaqil va ulanib keladigandan iborat ikki xilga bo'linadiganligi. Kishilik almashlar mustaqil almashlar va ulanib keladigan almashlar ikki turga bo'linadi. Endi bu mustaqil almashlar marfu, tashlik almashlar ve mansub, ziverlik almashlar. Uyg'ur tilimizni yaqinlashtirsak, tushuntirishlik almashlar deb ikki turga bo'linadi. Undan keyin ulanib keladigan almashlar bu boshqa kelishdiki, ya'ni marfu, tashlik o'rindagi mansub, ziverlik o'rindagi, ya'ni Uyg'ur tilimizda tushuntirish, majrur, ya'ni tavallik kelish yoki egilik kelish shaklidagi uch xilga bo'linadi. Yig'ib aytgan vaqtimizda damair muttasila, ulanib keladigan, munfasila, mustaqil keladigan ikki turga bo'linadi. Munfasila ikki turga bo'linadi, marfu'a, mansubada. Muttasila uch turga bo'linadi, marfu'a, mansuba, majrurada. Unda bo'lsa bu munfasilaninki, ya'ni mustaqil almashning marfu'a bo'lgan boshqa shakli qaysi desa, biz buni ilgirki darsimizda so'zlagan huwa, huma, hum. Bu erlik uchinchi shaxs, hiya, huma, hunna. Bu uchinchi shaxs ayollik. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Mana bu erlik ve ayollik. Ben erningki bildiradiganga erning rasmini, ayolni bildiradiganga ayolning rasmini qo'yib qo'ydim. Endi birinchi shaxs şu ana, nahnu. Bu ayolga o'rtaq. Mana bu mustaqil keladigan almashning bosh kelish shakli, ya'ni marfu, tashlik o'rindagi shakli. Endi bu kishilik almashlarningki ulanib keladiganninki mansub, ya'ni ziverlik o'rindagi yoki zirlik o'rindagi qaysi deganda, mana bu azizlar ko'rgandek hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ana, nah, yina, ana, nahnuninki. Mana bu ismga qo'shilsa, bu zirlik o'rinda majrur bo'ladi. Fi'lga qo'shilsa, mansub, ziverlik o'rinda bo'ladi. Ziverlik. Mana bu majrur, mansub deganni texnik yaqinlashtirish uchun mansubni tushunkilish. Masalan, tushunkilish, chunki bu fe'l bo'langan vaqtda mansub bo'ladi. Masalan, darobaka desak, sizni urdi. Demak, bu qapni bo'ldi, sharakat urushdan iborat, sharakat tushgan ism bo'ldi. Demak, tushunkilish. Bu arab tilida mansub deb ataladi. Ziverlik o'rinda. Mansub degani ziverlik o'rinda deb tushunsanlar bo'ldi. Ya'ni ziver o'qildi. O'rin jihatda. Bu qap degan o'zgarmaydi, qaytib ketgan domirlarning hammasi. Endi bu fe'l bo'lasichi bo'lsa majrur deymiz, zirlik o'rinda. Bu zirlik o'rinni men texnika yaqinlashtirish uchun egilik kelish deb atsam, ba'zi Uyg'ur tilini yaxshi biladigan qarindoshlarimiz buni tavallik deb atsak texnika yaxshi dedi. Buni tavallik deb tushunsanlar bo'ldi. Tavallik kelish deb. Masalan, kitobu ka desak, sizning kitobingiz deb tava qilyapti. Sizning kitobingiz. Demak, bu Uyg'ur tiliga atalishi. Ammo arab tilida bu ulanib keladigan almashlar ismga qo'shilsa zirlik o'rnida bo'ladi, ya'ni mudofin ilayh bo'lib zirlik o'rnida bo'ladi. Fe'l bo'lsa bu ziverlik o'rnida bo'ladi. To'ldiruvchilik o'rnida bo'lib ziverlik bo'ladi. Mushun uchun osanlar bo'ladi. Bizning darsimizdagi asosli mazmun mushu bugungi grammatikadagi. Tushunmagan bu so'zlar, agar tushunmagan bo'lmasa, bugungi darsimizning muzokarasi mushu yergacha bo'ladi. Unda bo'lsa, arkadaşlar, inşallah ayetlik dersimizden muzakeresi kurşaydı. Selamun aleyküm.